Narkokuryerlar giyohvandlik vositalarini bojxona chegaralari orqali yashirincha olib o'tish uchun turli nayrang va usullarni ishga solishadi. Yosh ulug'larning sumkasiga, kiyimlar ostiga va hatto inson tanasiga berkitilgan og'u haqida ham eshitganmiz. Respublikamiz bojxonachilari yirik miqdordagi opiy giyohvandlik vositasini avtomobilning yoqilg'i bakiga yashirib olib kirishga uringan shaxsni to'xtatib qolishdi. Bojxona qo'mitasining Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi, kontrabandaga qarshi kurashish bo'limi hamda Bekobod avto chegara bojxona posti xodimlari tomonidan Davlat xavfsizlik xizmati va chegara qo'shinlari harbiy xizmatchilari bilan hamkorlikda yirik miqdordagi giyohvandlik vositalarini O'zbekiston Respublikasiga olib kirishga bo'lgan navbatdagi urinish fosh qilindi. Mazkur post orqali qo'shni davlatdan kirib kelgan 57 yoshli fuqaro boshqaruvidagi Cobalt rusumli avtotransport vositasi bojxona ko'rigidan o'tkazilganida Rey laqabli xizmat iti avtomashina salonidagi old yo'lovchi o'rindig'ining orqa cho'ntagida giyohvandlik vositasi yashirilganligiga ishora beradi. Natijada o'rindiq g'ilofi cho'ntagida dastlabki vazni o'rami bilan hisoblanganida 2 grammni tashkil qiluvchi geroin giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. Shundan so'ng mazkur avtotransport vositasi inspeksion ko'rik majmuasi orqali to'liq bojxona ko'rigidan o'tkazilganda rentgen tasvirlari avtomashina yoqilg'i bakida shubhali jismlar borligini namoyon etdi. Yoqilg'i baki ochib ko'rilganda esa uning ichiga 30 dona polietilen o'ramlar yashirilganligi fosh bo'ldi. Mazkur o'ramlarning ichidagi modda sof og'irligi 30 kilogramm, 10 grammni tashkil qiluvchi opiy giyohvandlik vositasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Tezkor tadbir davomida bojxona qo'mitasining kontrabandaga qarshi kurashish hamda targetlash va xavflarni monitoring qilish boshqarmalari tomonidan ichki ishlar idoralari vakillari bilan hamkorlikda shu kunning o'zida yuqoridagi giyohvandlik vositalarining egasi 48 yoshli fuqaro Jartepa chegara bojxona postidan kirib, Qashqadaryo viloyati orqali harakatlanib ketayotgan vaqtida yo'l patrul maskanlaridan birida qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atildi.